Ana 300 gradusga qo'ydik. Ko'tarilishini qarang, e'tiborli. Instagram'da Hazır geldi mi? Kendine sağ ol. Sekreter o gelmedi. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqinda turib qo'yilgan quvvatlab kuzatib boryapsizlar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Yo'lingiz sog' bo'lsin. Yana bugun sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Hozir o'zimizni Namangan shahar Qo'rg'on ko'chasidan mehmonlarimiz bor. Ko'rsatib qo'ygan. Assalomu alaykum obunachilar. Bizlar shunga ish hozirlab keldik, Instagram orqali ko'rib. YouTube, Instagramda, YouTube, Instagramda oladigan. Kelish qolsa biz oladiganmiz. mana hozir men orqamdan bo'ldi. Akamlar. Keldinglarmi? Shular navbat qilasizlar. Ha, Alloh xohlasa, yaxshi gaplar. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, duo qo'yinglar. Albatta sizlar ham kelmoqchi bo'lsanglar, bemalol ekran ustidagi raqamlarimizga murojaat qilishinglar mumkin. Telegram, WhatsApp, imo saytlarimizdan bor. Shular orqali ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, hozir shunday bo'lsa, mana yo'lga qo'yildi bunga. Pishayotgan jarayoni gazniki bilan bir xilmi, tandıriki bilan degan savol juda ko'p tushyapti bizga. Men shuni shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, hurmatli obunachilar, tandirikidan ziyoda bo'lsa ziyodaki, lekin kam emas. Shuning uchun bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu tandırikida ham non bo'lishligi uchun biz o'sha ustida 3 oy davomida e'tibor bilan ishlandi. Hozirgi kunda Xudo xolasa garantiyasi yo 5 yil yo 2 yil atrofida bo'lib turibdi. Bu buzilmaydi aslan bu. Endi qachonki bir yillar davomida o'tib bir garilkalar uzilib tushirmaguncha ungacha hech nima bo'lmaydi degan umiddamiz Xudo xolasa. Hozir buni o'sha tandıriki bilan bir xilda bo'lishligi uchun biz harakat qildikki, tagida mana tandir loyi ham emas, to'g'ri deyiligi hisobkini g'ishtlardan ham emas. Zakasini g'ishtdan qo'yib, hozir shuni tandıriki bilan bir xil chiqishlikka sababchi bo'ladigan ishlarni qilinadi. Hozir endi non ham pishib chiqadi. Endi buni yana yaqindan tanishamiz deydigan uchun yaqinroq keling. Hurmatli obunachilar, bu graduslarni qo'yishlardan hoj aka. Buni hozir tandirimizni qizdirishga necha gradusga qo'yamiz? Ho'shda qizishligi uchun 300 gradusga qo'yiladi. 300 gradus. Omat ko'raylik, men gapirib beraman. 300 gradusga qo'yiladi. 15 minut qiziydi. 15 minut qiziydi. Keyingi holatda 15 minut qizigandan keyin ib kiriladi. Shu bilan to'xtamaydi. 12 minutda pishadi, 3 minut qiziydi. Katta ag'i, 10 minut 12 minutda pishadi, 3 minutda qiziydi. 10 minut 12 minutda qiziydi, 3 minut qiziydi. Ketaveradi. Hozir bitta hamma yog'i shaxsan hurmatli obunachilar oxirigacha ko'rib bittadan like bosib obuna bo'lib tursanglar, shaxsan o'zim patrlarni ham yopib, qolgan nonlarni yopib ko'rsatib beraman. Hurmatli obunachilar, pishgan non xudo xolasa mana hozir 10 roz pishgani. Bunga hozir 1 kilo berilgan, ha? 1 kilo berilgan. Bu hozir hali zo'r pishmagan, yangicha qidirish kerak. Madam mana ikkitasi pishibdi, uchtasi. Uchtasini olib qo'yaylik.
Vallahi pişkan. Ha, 3tasi pishgan jigarim. Hozir mana pishayotgan jarayonni orqasini ham bir ko'rsatib o'tamiz albatta. Ashuni orqasini ko'raylik ukajonim. Mana obunachilar orqasi tandirlik bilan bir xil. Prosta buni hozir qo'ndiroz havosini olishga o'rganilyapti. Tushnisini olingandan keyin unga qadar ish tutiladi mana obunachilar. Mana shunaqa chiqishiga javob. Shaxsan men o'zim yopsam, mana shunaqa nonni o'zi chiqadi obunachilar. Sababi buni qattiqroq urish kerak. Sal mana shunday keyin bunaqa holatda chiqadi. Nonni ta'mi bu bilan farqi bormi? Deysizlar mana bir xil. Obunachilar bir xil xudo xolasa. Pishayotgan jarayon ba'da mana. Pishayotgan jarayon. Buni duxovka ichiga qaylo ichiga. Doq qilsangiz turilaydi. Mana obunachilar, hozir buni shaxsan o'zim ham yana bir tonna yopib sizlarga ko'rsatib beraman. Bungacha sizlar obuna bo'lib, nima hamkasbga jo'natishni unutmanglar. Niyatimiz Qo'rg'ondan non chiqarib. Aha. Andijon Sharxondan keldinglar ekan, xudo xolasa. Joninglar sog' bo'lsin, gap yo'q. Qaz Qaratilmas, xudo xolasa. Bu 12 minut, boshida 15 minut qiziydi. Boshida 15 minut qiziydi. Keyin Bombayga kirganingizdan keyin 12 minutda qiziydi. Boshida tanlab, qizini olasiz. Ko'rdinglarga normalroq. 3 minut abrot ketaveradi, xullas. 3 minut qiziydi, 10 minut, 8 minut, 12 minutgacha yo'llar bo'lsa, bu qiz o'tmas so'ka. Uzun yo'l edi, okey? Mana. Mana 300 gradusga qo'ydik. Ko'tarilishini qarang, e'tiborli. Mana, yo'ndi, ko'rdingizmi? Gaz yo'ndi. Mana ko'tarilyapti, ana temperatura ichida ko'tarilyapti. Ha, o'zi yonadi. Bu ishdan chiqardi. Kiloga, hozir bitta katta bo'lyapti, 2 yil uzunligi bo'ladi. Endi 1 bo'ladi. Hisoblarga. Bu kichikroq, uzunimizga biz sinov uchun qilingan. Rapanda nechi qo'rqadilar? Inshaalloh 7 ta 8 ta, например, mo'ljal bor, inshaalloh 7 ta 8 ta beradi. Asl niyat Qo'rg'ondan non chiqarib Kerak. Hurmatli obunachilar, mana hozir boshida o'sha 300 gradusga qo'yiladi, ag'i 3 minutda qizib, 4 minutda non pishib ketaveradi. Albatta, ya'ni yopganimizdan o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir buni to'g'risida juda ko'p ma'lumot berdi. Hozir men gaz o'chib qolganligi uchun ozgina to'xtalib turibman. Endi shu fursatdan foydalanib masalaga qanaqa qilib non yopishini bulardan ko'rsatib aytmoqchiman. Kelinglar obunachilar. Mana bu tandir obunachilar. Bu tandir. Tandirda mana olov qaranglar, mana shu yerga yetish kerak-da. Mana shu yerda mashalarga tegish kerak. Buning uchun gazni ko'proq rasxod qiladi. To'g'rimi obunachilar? To'g'ri, o'z kommentariyada qoldirasizlar. Endi bu narsa shundoqki, kelasiz. Kelinglar faqat. Hatta propanni o'rnatib qo'yilgan bo'ladi. Propanni bu tomonda turib oladi. Bu tomonda propanni ulab qo'yilgan bo'ladi. Bu tomonda tok ketib qo'yiladi. Tokki ham endi qanaqa desanglar, tokki bitta akkumulyatorga UPS o'rnatib qo'yilsa, 180 voltga ishlaydi bu narsasi. Aslında tok emas peshkamiz gazda, metan, propan, tabiiy gazga yoqsanglar bo'ladi bizatning. Bu tok muammo emas. Endi propan gazda bizda hozirgi kundagi taxminimiz
Hop, xudo xolasa 10 qop yo 11 qopga yetadi degan taxmindamiz, xudo xolasa, chunki buni sinab ko'rdik. Endi buni qizish jarayonlarini o'z sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Tandirni oraliq masofasi juda ham ko'p. Unga kattaroq gaz bo'lib, ko'proq turish kerak bo'ladi. Bunda boshida 15 minut turadi, ag'i shu bilan 5 minutda qizaveradi. Sababi nimaga? Obunachilar mana endi ko'rdik. Mana g'ishimizni to'g'ri g'ish ham emas, tandir nimasi ham emas. Bu space tayyorlatilgan g'ish bo'lib, xudo xolasa, bu tagidagi g'ishlikasi pastda bir qarish pastda turadi. Endi bu narsa obunachilar tez qiziydi. Nonni orqasi tandirniki bilan bir xil tempda chiqadi. Sifati bunda endi biz o'zimiz hali qilib ko'rmadik-ku, lekin taxminimizda 4 kishilarga ham bo'laveradi. Baliq pishiradiganlarga ham bo'laveradi. Misol tandir baliq qilib. Ko'p so'msalarga, masalan, mana shu tomchi so'msa bo'layapti, shu narsalarga ham bo'ladi. Va qolaversa, tez qizib, tez nonni sifatli chiqarib berish darajasi bor. O'ta go'zal, albatta o'tgan videomni ko'p kishi ko'rib, albatta omad tilab, dunyo sog' bo'lsin, yo'quvchilardan o'ylabsizlar deb duo qilishdi. Boringlarga shukur barchalarni. Mana hozir Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan, Rossiyadan kelib ko'rib ketishayotganlar juda ko'p bo'lyapti. Mana hozirgi kunda 10 dan oshiq zakaz olindi, tayyorlash boshlandi. Endi bundan keyingi bu o'zimizga ko'rgazmaga o'zimiz ishlatishlik uchun chiqarildi bu apparatni. Endi bundan keyingisi chiqadi. Hop, uzunligi 2.10 bo'ladi arkadaşlar. Uzunligi 2.10. Mana buni ichi buni qachasiga shu 1 bo'ladi, yo bo'lmasa 1.20 shu holatda bo'ladi. Mana eshitgan bo'yincha. Bunaqa raddiga siz noningizga qarab, o'shanda konkalarga tushib, nechta sig'ishini bilib olishingiz mumkin. Hozir mashinadan 310 grammli nonga mana shu duxovkamizga mana qarang bunaqa. Baş holatimizda bizni 310 grammli nonimizdan 32 dona non sig'di. Agar metrdan yo'qdik, ikki tomoniga 5 tadan 10 ta sig'di. U degani 1 kilo 200 grammlik metrimizdan ikki tomoniga 5 tadan 10 dona. Boshida 15 minutda qiziydi, ag'iga shu bilan 5 minutda qiziydi. Bunachilar 3 minut, o'sha 4 minut, 5 minutda noningiz pishirib beradi. Bu yerdagi holatni endi obunachilar, bu yerdagi narsalarni bittasini yoqasiz, o'zi avtomatik yonadi. İçidagi gazlari ham yonib o'chib, havolarni, misol tushib ketgan havoni ham yana o'zini timtiga olib keladi, non pishiradigan timtiga. Hamma tomonlama qulayliklar juda ham zo'r. Garantiyasi bor albatta. Hozirgi kunda eng zo'r sifatli, xudo xolasa, talabga 100% javob beradigan mana shu joyimizda obunachilar kelinglar, sizlarga ko'rsatib o'tay. Mana bu nonni ham, obunachilar. Mana bu nonni ham. Va qolaversa mana bu 1 kilolik nonimizni. Mana eng suti 7 kilo suti bor, 6 kilo yog'i bor, qolgani suv. Shu nonimizni ham yeb ko'rdi. Va qolaversa mana nonlarni. Mana bu ikkinchi sortda bo'lgan nonlarni. Ikkinchi sortda bo'lgan nonlarni va Samarqand ili yog'ida bo'lgan nonlarni. Mana o'yinni, chap-chap nonni hammasini obunachilar hammasini yopishtirib ko'rdim. 100% talabga javob berdi. Hozir bu yerda obunachilar buni ko'rsating. Ikkita tandiri plus mana tandir pechimiz ishlayapti hozir bu yerda. Mana shu nonlar chiqayotgan nonlar barcha mana shu nonlar ikkita tandiri va tandir duxovkamizda pishib chiqyapti obunachilar. Bu tomonga o'tib oladi. Obunachilar, shu yerdagi nonlar qanaqa non bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini sizlarga ko'rsatib o'tdim. Qanaqa non bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini shu duxovka tandirimizda yopsa bo'ladi. Shuning uchun like bosib qo'yinglar, obuna bo'linglar bizatni, chunki tandir pechimiz bundan keyingi chiqayotgani o'ta takomillashgan va kattaroq va bundan-da bu 100% bo'lsa, 200% sifatli darajada chiqyapti. Shuning uchun obunachilar, obunani bosib qo'ysanglar, podpisatka yo'qsa obuna deb chiqadi. Shuni bosib qo'ysanglar, na qo'ng'iroqcha chiqadi. Shuni ham bosib qo'ysanglar, birinchi qo'ygan videomiz обязательно sizga boradi.
Siz bunaqa ishingizni bitirib olasiz. Va dastavkalarimiz bor, pulli dastavkalar. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya va boshqa qo'shni davlatlarga ham dastavkalarimiz bor. Обязательно dastavkalarimiz pulli obunachilar. Sizlarga ozmi ko'pmi motivatsiya berib, shu narsada xabardor qilib turganligim uchun rakki bo'lsa obuna bo'lishni unutmanglar. Joningiz sog' bo'lsin, shu yergacha ko'rgan ko'zinglar hech ham dard ko'rmasin. O'ylagan niyatingizga Xudo taolo ziyodasi bilan yetkazsin. Sog' bo'linglar, sizlar bilan iylik ko'rishguncha.